Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi ishlab chiqarish muhitidagi kimyoviy omillarga gigiyenik ta'rif. Ma'ruzamizning maqsadi sizlarni ishlab chiqarish muhitidagi kimyoviy omillarga gigiyenik ta'rif va bu omillarni ishchilar organizmiga zararli ta'sirini oldini olishga doir tadbirlar bilan tanishtirishdir. Bugungi ma'ruzamiz rejasi bo'yicha quyidagi 3 ta savollarga to'xtalamiz. Ya'ni, birinchisi, umumzaharli ta'sir ko'rsatuvchi kimyoviy omillarga gigiyenik ta'rif, ularning zararli ta'sirlarini oldini olish tadbirlari. Ikkinchisi, kimyoviy omillarning spetsifik ta'sir ko'rsatuvchi omillarga gigiyenik ta'rif, ularning zararli ta'sirlarini oldini olish tadbirlari va uchinchisi, ishlab chiqarish korxonalaridagi ishchilarning davolovchi profilaktik ovqatlanish haqida tushuncha, maxsus ovqatlanish ratsionlari, ularni berilish sharoitlari bilan tanishamiz. O'zbekiston Respublikasida kasb kasalliklari strukturasini tahlil qilinganda, kasb kasalliklariga olib keluvchi omillardan kimyoviy omillar fizik omillardan keyingi yetakchi o'rinda, ya'ni ikkinchi o'rinda 22.5% holatda sababchi bo'lar ekan. Bu esa kimyoviy omillar ta'sir etishi mumkin bo'lgan ish joylarining mavjudligi va bu ish joylarida kimyoviy omillar darajasini nazorat qilish va ularning zararli ta'sirini oldini olish choralarini ko'rish lozimligini ko'rsatadi. Ishlab chiqarish muhitida kimyoviy omillar juda ko'p uchraydigan omillar guruhini tashkil etadi. Ayniqsa, zamonaviy sanoat korxonalarida 60 mingdan ortiq turli xildagi va ko'rinishdagi kimyoviy moddalardan foydalaniladi. Bu moddalar korxonalar uchun xom ashyo mahsuloti yoki ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq mahsulotlarga doir kimyoviy moddalar yoki korxonaning yakuniy mahsuloti bo'lishi mumkin. Biz bugungi ma'ruzamizda ayrim turdagi kimyo moddalar yoki ularning guruhlariga mansub kimyoviy moddalarni ishchilar organizmiga ta'sir etish asoslariga doir ma'lumotlar va ularning zararli ta'sirini oldini olishga qaratilgan tadbirlar guruhiga to'xtalib o'tamiz. Chiqarish muhitida kimyoviy omillarni sanoat zaharlari deb ham yuritiladi. Agar ularni tasnifini qaraydigan bo'lsak, bir necha tasniflari mavjud. Ulardan birinchisi bu kimyoviy tuzilishi bo'yicha tasnif hisoblanadi. Demak, sanoat zaharlari kimyoviy tuzilish bo'yicha organik, anorganik va elementa organik guruhlarga bo'linadi. Kimyoviy moddalarning organizmga ta'siri bo'yicha 4 ta guruhga ajratiladi. Bular umumzaharli ta'siri, maxsus ta'siri, mahalliy va mahalliy qitiqlovchi va teri rezorptiv ta'sirlaridir. Kimyoviy moddalarning fizikaviy va kimyoviy xossalari, agregat holatlari va texnologik jarayonni tabiatiga muvofiq ular ishchilar organizmiga turli yo'llar bilan kirishi mumkin. Bunda eng muhim kirish yo'li ingalyatsion, ya'ni nafas yo'li orqali kirish hisoblanadi. Chunki juda ko'p holatlarda kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayonida ishchi zonasi havosi ana shu kimyoviy moddalar bilan ifloslangan bo'ladi. Buning ustiga sanoat zaharlarining ingalyatsion yo'l orqali tushishidagi ta'siri yorqinroq namoyon bo'ladi. Kimyoviy moddalar nafas orqali organizmga kirganda o'pka orqali bevosita qonga o'tadi va jigar to'sig'ini chetlab o'tib, hujayra, to'qima va organlarning faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Biroq kimyoviy moddalarni ishchilar organizmiga og'iz bo'shlig'i orqali yoki shikastlanmagan badan terisi, shilliq qavatlar orqali, ko'z orqali tushishi mumkinligini ham inkor etish mumkin emas. Kimyoviy moddalar organizmga tushgandan keyin birinchi soatlarda organizmda u yoki bu nisbatda bir xilda tarqaladi. Keyinchalik esa ularning qayta taqsimlanishi natijasida moddalar organ va to'qimalarda to'planishi kuzatiladi. Organizmda kimyoviy moddalar aksariyat qismi oksidlanish, qaytalanish, metillanish, dekarbonsizlanish jarayonlari tufayli zararsizlanadi.
Bu jarayonlarning ko'pchiligi jigar to'qimasida sodir bo'lganligi sababli aynan shu organ ko'proq zararli ta'sirga duchor bo'ladi. Kimyoviy moddalarning ayrim qismi organizmdan o'zgarmagan holda chiqarib yuborilishi, ba'zi kimyoviy moddalar organizmdan yoki metabolik jarayondan hosil bo'lgan moddalarning chiqarilishi ham jigar orqali amalga oshishi mumkin. Ayrim turdagi moddalargina ter bezlari orqali, o'pka orqali, chiqaruv yo'llari, so'lak bezlari orqali ham chiqishi mumkin. Alohida aytib o'tishimiz kerakki, ayrim yog'da eruvchi moddalar hattoki ona suti orqali ham chiqarib, bola organizmiga o'tishi ham mumkin bo'ladi. Kimyoviy moddalarning tasnifiga ko'radigan bo'lsak, aynan sanoat zaharlarining ta'sir samarasi va uni darajasi organizmga tushgan kimyoviy moddalarning miqdori yoki dozasiga, ta'sir etish vaqtiga va organizmdan chiqish davri va tezligiga bog'liqdir. Bu kimyoviy moddalarning fizik kimyoviy xususiyatlariga bog'liq holda o'zgaradi. Muhitda foydalanadigan kimyoviy moddalarning tabiati, shu moddaning dozasi va uni ta'sir etish muddatiga bog'liq holda organizmda o'tkir, oraliq, surunkali zaharlanish holatlarini yoki moddaning spetsifik ta'sir samarasini keltirib chiqarishi mumkin. Zaharlangan holatda yuzaga kelishi uchun bir qator gigiyenik ta'riflarga bog'liq holda bo'lishi mumkin. Bu nimalar? Masalan, moddani suvda yoki yog'da eruvchanligi, barqarorlik darajasi, kumulyativlik xususiyati, zaharlilik sinfi va dozasiga bog'liq. Endi ba'zi kimyoviy moddalar organizmga tushgandan keyin organizmda to'planish xususiyatiga ega, ya'ni kumulyativlik xususiyatiga ega. Kumulyatsiya o'zi nima edi? Esimizga solsak, demak, kumulyatsiya kimyoviy moddaning organizmda to'planishi. Shunga muvofiq moddiy va funksional kumulyatsiyalar farqlanadi. Moddiy kumulyatsiya ma'lum bir moddani organizmda to'planishini bildirsa, ikkinchisi funksional kumulyatsiya moddaning ta'sir samarasini ko'rsatadi. Moddiy kumulyatsiya ko'proq kimyoviy moddaning barqarorligiga bog'liq holda bo'lsa, funksional kumulyatsiya moddaning zaharlilik darajasiga bog'liqdir. Sanoat zaharlari organizmda ba'zi organ va sistemalarga ustuvor ta'siri bo'yicha ham tavsiflanadi. Bunda deyarli barcha kimyoviy moddalar umumiy gematologik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Ba'zi kimyoviy moddalar yoki elementlar esa spetsifik ta'sir samarasini beradi. Masalan, qo'rg'oshin, kobalt, benzol kabi kimyoviy elementlar yoki birikmalar shular jumlasidandir. Ayrim kimyoviy moddalar esa birikmalar jigarga toksik ta'siri bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga buyraklarga ham zaharli ta'siri va nafas yo'llarini shikastlanishiga ham olib keluvchi moddalarga tavsiflanadi. Mana masalan, gepatotoksik ta'sirga ega bo'lgan, masalan, fosfor, bromlangan, xlorlangan xloroform, benzolning nitro mahsulotlari kabilar. Nefrotoksik ta'sirga ega bo'lganlar, masalan, qo'rg'oshin, litiy, skipidar, benzidin, xlorlangan uglevodorodlar kabilar. Keyingi tasnifga keladigan bo'lsak, organizm uchun xavflilik darajasi bo'yicha moddalarni barcha gigiyenik ta'riflarni inobatga olgan holda barcha sanoat zaharlari 4 ta zaharlilik yoki xavflilik sinfi bo'yicha bo'lish qabul qilingan. Mana slayddan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish muhitida kimyoviy moddalarning xavflilik sinflari 4 ta sinfga, ya'ni birinchi sinf o'ta xavfli moddalar, ikkinchi sinf yuqori xavfli moddalar, uchinchi sinf xavfli, o'rtacha xavfli va to'rtinchi sinf kam xavfli moddalarga bo'linadi. Demak, ana shu sinf raqami qanchalik kichkina bo'lsa, kimyoviy moddaning xavflilik sinfi shuncha yuqori bo'ladi. Xavflilik sinfini aniqlash uchun bir qator toksikologik parametrlardan foydalaniladi. Mana slaydimizda vertikal ustun bo'yicha birinchi ustunda ko'rsatilgandek LD50, CL50, ya'ni
o'rtacha o'lim chaqiruvchi doza yoki konsentratsiya, kumulyativlik koeffitsiyenti hamda ruxsat etilgan konsentratsiyalari qiymati. Bularni hammasi toksikologik tajribalar asosida hisoblab topiladigan qiymatlar. Masalan, LD50 dagi 15 mg taqsim kilogramm va undan kam bo'lgan kimyoviy moddalar birinchi sinfga doir xavflilik guruhiga 15 dan 159 mg taqsim kilogramm atrofida bo'lsa, ikkinchi sinfga 151 dan 5000 mg taqsim kilogramm bo'lsa, uchinchi sinfga 5000 mg taqsim kilogrammdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, to'rtinchi xavfsizlik sinfiga taalluqli bo'ladi. O'ta yuqori kumulyativ xususiyatga ega bo'lgan moddalar birinchi sinfga, yuqori kumulyativ xossaga ega bo'lgan moddalar ikkinchi sinfga, o'rtacha kumulyativ xususiyatga ega bo'lgan moddalar uchinchi sinfga va to'rtinchi sinfga taalluqli bu past kumulyativ xossaga ega bo'lgan moddalar hisoblanadi. Ishlab chiqarish muhitida zaharli kimyoviy moddalardan tashqari boshqa omillar ham ta'siri bo'ladi. Demak, ular kompleks ta'siriga ham ega bo'lishi mumkin. Zaharli moddalarni ta'sir etish samarasi yuqori harorat va yuqori namlik sharoitlarida va bir vaqtni o'zida yuqori darajadagi shovqin va tebranish bilan ta'sir etganda, ularning ta'siri yana ham kuchayishi mumkin, ya'ni kompleks ta'sir etishi mumkin. Shu bilan birga, agar jismoniy mehnat bajarganda ham sanoat zaharlarini ta'sir etish samarasi juda yuqori bo'lishi tasdiqlangan. Ishlab chiqarish muhitida sanoat zaharlari odatda kombinatsiyalashgan, ya'ni birikkan holda ham ta'sir etishi mumkin. Buning oqibatida turli ko'rinishdagi ta'sir samaralari namoyon bo'ladi. Bunga misol qilib, masalan, qo'shilgan ta'sir yoki additiv ta'sirni ko'rishimiz mumkin. Ta'sir samarasini kuchayishini ko'rishimiz mumkin. Sinergizm va ta'sir samarasini pasayishi, ya'ni antagonizmni ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga bir-biriga bog'liq bo'lmagan ta'sir samaralarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ishlab chiqarishga doir omillarni spetsifik ta'sirlariga gigiyenik ta'rif berar ekanmiz. Bunda albatta biz sanab o'tilgan kimyoviy moddalardan tashqari, ba'zi kimyoviy moddalardan tashqari fizikaviy omillar ham spetsifik ta'sirga ega. Demak, agar ayrim turdagi sanoat zaharlari umumzaharli ta'sir samarasidan tashqari ham spetsifik ta'sir etish ko'rsatish xususiyatiga ham ega ekan. Bunga nimalarni ko'rsatish mumkin? Ya'ni allergenli, kanserogenli, mutagenli, teratogenli va embriotoksik ta'sirlar kabilardir. Ishlab chiqarish muhitida allergenlik ta'sirga ega bo'lgan moddalarni sanoat allergenlari deb aytiladi. Sanoat allergenlari bu shunday moddalarki, ular organizmga tushgandan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin organizmni allergizatsiya holatiga olib keladi. Allergenlik xususiyatiga ko'pincha yuqori molekulali organik birikmalar ega bo'ladi. Ammo ma'lumki, ko'pgina quyi molekulali moddalardan tortib toki ayrim kimyoviy elementlargacha ana shunday ta'sir ko'rsatish xususiyatiga egadir. Masalan, kobalt, nikel birikmalari kabi. Shak shubhasiz bu moddalar organizmda gaptenlik vazifasini o'taydilar. Hujayralardagi oqsil molekulalari bilan birikib, murakkab komplekslar hosil qiladi. Bu moddalar esa o'z o'rnida organizmni autoallergizatsiya holatiga olib keladi. Ishchilar organizmida yuzaga keladigan allergik holatlarni ikkita guruhga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni tez sodir bo'ladigan va sekinlik bilan yuzaga keladigan allergik reaksiyalar ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Tez sodir bo'ladigan allergik reaksiyalarga bronxial astma, angionevrotik shish, eshak yemi va sekinlik bilan yuzaga keladigan allergik reaksiyalarga dermatitlar va ekzemani misol qilishimiz mumkin. Bunday reaksiyalarni kelib chiqishida albatta nasldan naslga o'tuvchi moyillik, neyroendokrin kasalliklar va shaxsiy moyillik holatlari katta ahamiyatga ega.
Kasbiy allergozlarni profilaktikasi juda ham murakkab. Chunki bu allergiyani shakllanishida yoki ayrim hollarda allergik reaksiyalarning kelib chiqishida juda kichik miqdorda ham allergenlarni ta'siri yetarli bo'lib qolishi mumkin. Shunday vaziyatlarni oldini olish uchun allergik ta'sir ko'rsatuvchi moddalarni o'zini yoki guruhini aniqlash va organizmni desensibilizatsiyalash juda muhim. Yoki bo'lmasa, shu organizmni allergenlar bilan bo'ladigan aloqasiga umuman barham berish kerak. Ayrim turdagi kimyoviy ishlab chiqarish omillari uzoq muddatdan so'ng yuzaga keladigan ta'sir samarasini ham namoyon qiladi. Ya'ni patologik o'zgarishlar bu moddalarni ta'sir etgandan so'ng tezlikda yuzaga kelmasdan, balki ta'sir etilgandan ma'lum bir muddat o'tgandan keyin namoyon bo'lishi mumkin. Ana shunday uzoq muddatdan so'ng yuzaga keladigan samaralar qatoriga kanserogenli, mutagenli, teratogenli ta'sirlarni ko'rsatish mumkin. Ayrim hollarda teratogenli ta'sirni embriotoksik ta'sir ham deb ataladi. Kanserogenli ta'sir bu kimyo moddalarining xavfli o'smalarni keltirib chiqarish xususiyatidir. Mana shu sanoat kanserogenlari ko'p va juda ham xilma-xildir. Kanserogenlik xususiyatiga fizik omillardan ionlantiruvchi nurlarni misol qilishimiz mumkin va ko'pgina kimyoviy moddalarni misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Kimyoviy moddalarga misol qilib slaydimizda ko'rinib turgandek, masalan, aromatik aminlar, xrom nikel qazilmalari mahsulotlari, tosh ko'mirni, anorganik margumushni, asbest, polivinil xlorid, benzol va boshqalarni misol qilishimiz mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tarkibiga kiruvchi Xalqaro saraton tadqiqotlari tashkilotining tasnifiga ko'ra, barcha kanserogenlik xususiyatiga ega bo'lgan moddalar 3 guruhga bo'linadi. Shundan birinchi guruhi inson organizmi uchun kanserogenlik ta'siri aniqlangan moddalar. Bunga qaysi moddalarni kiritish mumkin? Tor aminodifenil, margumush va uning birikmalari, asbest, benzol, benzidin, xlor metil metalli efir, xrom va uning birikmalari, 2-naftilamin, qurum qatronlar, mineral yog'lar, vinil xlorid va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Kanserogen moddalarning ikkinchi sinfiga inson organizmi uchun kanserogenlik xususiyati bo'lishi mumkin bo'lgan moddalar kiradi. Bu sinfni o'zida yana ikkita guruhcha, ya'ni 2A va 2B guruhchalari. 2A guruhida odam organizmi uchun kanserogenlik xususiyati yuqori bo'lgan moddalar, mana bizga tanish bo'lgan bu yerda berillin, benzopiren va nitrozaminlar va boshqalar. 2B guruhiga inson organizmi uchun kanserogenlik xususiyati past bo'lgan kimyo moddalar. Masalan, bunga xloroform, formaldegid kabi moddalarni kiritishimiz mumkin. Va 3-sinfga odamga kam kanserogen xavfliligi bo'lgan moddalarni kiritiladi. Kasb kasalliklari ro'yxatida yana badan terisida uchraydigan rak kasalliklarini ham kiritilgan. Bundan tashqari, nafas organlari, jigar, oshqozon, siydik pufagi, suyaklarda uchraydigan xavfli o'smalar, birinchi guruhga kiruvchi kanserogen moddalar va ikkinchi guruhdagi ayrim kanserogenli ta'sirga ega bo'lgan moddalar ta'sirida yuzaga keladigan leykozlarni ham kiritishimiz mumkin. Xavfli o'sma kasalliklarini kelib chiqishida organizmning rakdan oldingi holati ham katta rol o'ynaydi. Masalan, mexanik va termik jarohatlar bo'lishi mumkin. Zararli odatlar, ya'ni chekuvchilar va spirtli ichimlik ichuvchilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Xavfli o'sma kasalliklarini oldini olishda umumiy tadbirlardan tashqari shu narsani hisobga olishimiz kerakki, kanserogenli effekt kanserogenlarning juda kichik dozalarning ta'sirida ham yuzaga keladi. Buni kanserogenlarni bo'zag'asiz ta'sir effekti deb ataladi. Buning uchun eng yaxshisi ana shu ishlab chiqarish muhitida kanserogen moddalarni bo'lmasligiga erishishimiz kerak. Bir qator kanserogenlar uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra ruxsat etilgan konsentratsiyalar
nol qiymatga ega bo'lishi, jumladan shunday qiymatga benzidin, alfa naftilamin, beta nitrozodimetilamin, alfa propionlaktamlar uchun belgilangan. Boshqa kanserogenlarning havo muhiti uchun ruxsat etilgan konsentratsiyalari faqat ishlab chiqarish havosi uchun benzopirenga nisbatan ham ishlab chiqarilgan bo'lib, bu qiymat masalan misol uchun aytadigan bo'lsak 0,00015 milligram taqsim metr kubniga qiymatga teng. Kasbga doir xavfli o'sma kasalliklari uchun dastlabki va davriy tibbiy ko'riklarni sifatli o'tkazilishi katta ahamiyatga ega. Rakdan oldingi holatlarni o'z vaqtida aniqlash maqsadini ko'zda tutadi. Ishlab chiqarish muhitida yana bir spetsifik ta'sir samaralaridan biri bu mutagenli ta'sir hisoblanadi. Mutagenli ta'sir ayrim ishlab chiqarish omillarining mutagenli ta'sir samarali hujayralarni genetik kodini jarohatlashi bilan bog'liq bo'lib, natijada ishlovchilarni kelgusi avlodlarida ham irsiy belgilarni uzatilishiga doir kasalliklar qayd qilinadi. Mutagenli ta'sirga ko'pgina kanserogen xususiyatga ega bo'lgan moddalar ega. Ammo hamma mutagenlar ham kanserogen ta'sirga ega bo'lmaydi. Uzoq ta'sir effektlaridan biri bu gonadotrop ta'sir hisoblanadi. Gonadotrop ta'sir sanoat zaharlarining gonadotrop ta'sirlari erkak kishilarda spermatogenezning, ayollarda esa ovogenezning izdan chiqishi bilan ta'riflanadi. Bunday ta'sir ishlovchilarning o'zlarida ham, ularning kelgusi avlodlarida ham uchrashi mumkin. Gonadotrop ta'sir xususiyatiga misol qilib aytadigan bo'lsak, benzol va uni gomologlari, xlororganik birikmalar, marganets, xlorpren, kaprolaktam, borat kislotasi, fenol, qo'rg'oshin kabilarni misol qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, bir qancha moddalar embriotoksik ta'sirga ega. Homilador ayol organizmiga ta'sir etganda bunday moddalar homila organizmida histomorfologik o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni teratogen ta'sir samarasiga ega bo'lishi mumkin. Ayrim sharoitlarda esa moddani zaharlilik sinfi moddani yuqori dozasiga bog'liq holda hattoki homilani nobud bo'lishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Teratogenli ta'sir aniq bo'lgan moddalar qatoriga xlorpren, formaldegidli qatronni, emallarni, laklarni kiritish mumkin. Bu ta'sirga ayniqsa homilaning 3-7 haftasidagi davri eng sezgir hisoblanadi. Embriotoksik ta'sirni oldini olish uchun umumiy profilaktik tadbirlardan tashqari sanoat zaharlari bilan ishlaydigan bog'liq bo'lgan kasblarga ishlash uchun homilador ayollarni umuman qo'ymaslik maqsadga muvofiqdir. Ishlab chiqarish muhitidagi mavjud bo'lgan sanoat zaharlarini umumzaharli ta'sirini oldini olish uchun bir qancha tadbirlar ishlab chiqilgan. Mana shu tadbirlardan biri bu albatta birinchi navbatda zaharli moddani iloji boricha kam zaharli modda bilan almashtirish. Ikkinchisi texnologik jarayonni takomillashtirish. Masalan, bironta buyumga ishlov berish usullarini o'zgartirish, texnologik jarayonni avtomatlashtirish, masofadan turib boshqarish, yopiq turkumdagi texnologiyalarni qo'llash. Keyingi o'rinda ish xonalarini oqilona rejalashtirish va jihozlash hisoblanadi. Ya'ni sanitar texnik tadbirlarga, demak, ishchi zonasi va ishchi xonalar havosini oqilona shamollatish, bu mahalliy va umumiy shamollatishga misol bo'la oladi. Endi kimyoviy moddalarni gigiyenik reglamentlash va har bir ish joyida havo tarkibida zaharli moddalarning miqdorini doimiy nazoratga olish. Demak, har bir ishlab chiqarish muhitidagi mavjud bo'lgan kimyoviy moddalarga ruxsat etilgan konsentratsiyalar ishlab chiqilgan. Ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan sanitar qoida me'yorlar 0294-11 ga muvofiq nazorat olib boriladi. Keyingi o'rinda shaxsiy himoya vositalaridan unumli foydalanish. Bunga maxsus kiyimlar, lozim bo'lganda maxsus respiratorlar va
protivagazlarni misol qilishimiz mumkin. Endi tibbiy tadbirlardan albatta ishchilarni 200-sonli buyruqqa asosan davriy tibbiy ko'rikdan sifatli o'tkazib turish. Yana shu bilan birga mana shunday korxonalarga, sanoat zaharlari bor bo'lgan korxonalarga va kasblarga homilador va emizikli ayollarni qo'ymaslik, shu bilan birga 18 yoshga to'lmaganlarni va 50 yoshdan oshgan kattalarni ishga qo'ymaslik kerak bo'ladi. Sanoat zaharli ta'sirini oldini olish tadbirlaridan yana biri bu ana shu ishlab chiqarishga oid zaharlanishlar va spetsifik ta'sir xususiyatiga ega bo'lgan moddalar bilan ishlaganda profilaktik tadbirlar qatorida organizmni himoya qobiliyatini oshirishga qaratilgan va organizm funksional holatini yaxshilashga qaratilgan tadbirlar ham muhim ahamiyatga egadir. Bu yo'nalishdagi tadbirlarning eng muhimi qatoriga ishchilarga davolovchi profilaktik ovqatlantirish tadbirlarini o'tkazish muhim o'rin tutadi. Davolash profilaktik ovqatlantirish bu ishchilarning asosiy ovqatlariga qo'shimcha tarzda bepul beriladigan ovqat ratsionlari hisoblanadi va bu ratsionlar faqatgina zararli kasbda ishlovchilargagina beriladi. Bu ovqat ratsionlarini maqsadi organizmni rezistentligini oshirish bilan bir qatorda eng ko'p ta'sirga duchor bo'ladigan organ va sistemalarni funksional holatini yaxshilashdir. Ishchilarni davolovchi profilaktik ovqatlar bilan ta'minlash mehnat to'g'risidagi qonunlar asoslariga muvofiq belgilanadi. O'zbekiston Respublikasida mehnat to'g'risidagi qonunlar asoslarida keltirilganligidek, mehnat sharoitlari zararli bo'lgan ishlarda ishlovchilarga belgilangan me'yorlarda bepul tarzda sut va unga tenglashtirilgan mahsulotlarni berish lozim. O'ta zararli mehnat qilish sharoitlarida xizmat ko'rsatuvchilarga esa belgilangan miqdorda bepul tarzda davolovchi profilaktik ovqatlarni berish lozim. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi zararli kasblarda ishlovchilarga davolovchi profilaktik ovqatlarni berish sanitar qoida me'yorlari 005196 asosida amalga oshiriladi. Endi bu davolovchi profilaktik ovqatlarni o'zi 3 turga bo'linadi. Maxsus davolovchi profilaktik ratsionlar, sut va sut mahsulotlari va vitaminlar. Ishlab chiqarish muhitida zararli kasbda ishlovchilarga davolovchi profilaktik ratsionlar ovqatni zaruriy spetsifik ta'sirini hisobga olgan holda 5 ta guruhga bo'lingan. Bu ratsionlarga kiritilgan asosiy mahsulotlar qatoriga non, un mahsulotlari, yormalar, makaronlar, do'kakli o'simlik mahsulotlari, qand, go'sht, baliq, jigar, tuxum, kefir, sut, tvorog, qaymoq, pishloq, hayvon yog'lari kiradi. Ovqat mahsulotlarining miqdori va ularning ta'sir ko'rsatish tabiati zararli omillarning turi va kasblariga muvofiq belgilanadi. Davolovchi profilaktik ovqat ratsionlari. Birinchi ratsion bu ionlantiruvchi nurlanish manbalari bilan aloqada bo'ladigan shaxslar uchun mo'ljallangan. Bu ratsion o'z tarkibida yog'ni almashinuvni stimullashga va jigarni antitoksik funksiyasini oshirishga qaratilgan ovqat mahsulotlarini o'z tarkibida tutadi. Masalan, sut va sut mahsulotlari, jigar, lipotrop moddalar, vitamin B. Ikkinchi ratsion esa fosfor, ishqoriy metallar, simob birikmalari, qo'rg'oshin birikmalari, sian birikmalari, fosgen bilan aloqada bo'ladigan ishchilarga mo'ljallangan. Maqsad mana shu moddalarni organizmda kamaytirish, to'planishini kamaytirish uchun. Bunga nimalar kiradi? Demak, ratsion tarkibiga oqsillarga boy, o'zida o'ta to'yinmagan yog' kislotalarini tutuvchi, kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlardan tashkil topgan. Organizmda zararli moddalarni to'planishini sekinlashtirish xususiyatiga ega bo'lgan mahsulotlarni tutadi.
Keyingi ratsionimiz bu 3-ratsion. Demak, bu ratsion ishlab chiqarish muhitida qo'rg'oshinni anorganik birikmalari bilan aloqada bo'ladigan ishchilar uchun mo'ljallangan. Ratsion tarkibiga ana shu qo'rg'oshin birikmalarining organizmdan tezroq chiqib ketishini ta'minlovchi pektinga boy bo'lgan mahsulotlari bilan boyitilgan. Demak, bularga nimani misol qilishimiz mumkin? Go'sht, jigar, baliq, pishloq, tuxum, qatiq, pektin kuniga 2 grammdan, vitamin C, P, B va kalsiy. 4-ratsionimiz bu nitroamino birikmalar, benzol, xlorli uglevodorodlar, margumush birikmalari, tellur, fosfor birikmalari bilan ishlovchilarga beriladi. Ratsion tarkibida mahsulotlarni sut mahsulotlari va o'simlik yog'lari bilan to'yiltirilgan mahsulotlar tarkibida lipotrop moddalari bo'lgan va bu moddalar jigar funksiyasini yaxshilashga qaratiladi. Va oxirgi 5-maxsus ratsionimiz bu tetraetil qo'rg'oshin, bromli uglevodorodlar, tiafos, simobni anorganik birikmalari, marganes, bariy moddalari bilan ishlovchilar uchun mo'ljallangan. Bu ovqat ratsioni tarkibida letsitin, o'ta to'ymagan yog' kislotalari, to'la qiymatli oqsillar bo'lib, asab tizimi va jigar faoliyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan mahsulotlarni tutadi. Mana shu yuqorida keltirilgan barcha ratsionlarni belgilangan mahsulotlarni qo'shib, issiq ovqat tayyorlanadi va uni ish boshlanishidan oldin ishchilarga tarqatiladi. Ba'zida ayrim vaqtda tushlik dam olish soatlarida ham berilishi mumkin. Maxsus ratsionlardan tashqari, kimyo moddalar bilan bog'liq bo'lgan kasbdagilarga qo'shimcha tarzda sut va sut mahsulotlari ham belgilangan. Sut va sut mahsulotlarini berish bilan bog'liq bo'lgan kasbdagilar ham Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tuzilgan maxsus ro'yxat asosida berilishi ko'rsatilib o'tiladi. Beriladigan sut maxsus idishlarga solingan bo'lishi kerak. Flyagada agar sut keltiriladigan bo'lsa, tarqatilishidan oldin albatta qaynatilishi kerak. Bepul tarzda beriladigan vitaminlar ham kuniga A vitamini 2 mg dan, B1 va B2 vitaminlari 3 mg dan, PP vitamini 20 mg dan, C vitamini 150 mg dan issiq sexlarda ishlovchilarga, tamaki fabrikalarida ishlovchilarga tarqatilishi mo'ljallangan. Shunday qilib, biz bugungi ma'ruzamizda umumzaharli va spesifik ta'sir ko'rsatadigan ishlab chiqarish muhitidagi zararli omillar bilan ishlaydigan ishchilarning mehnat gigiyenasiga doir savollarni yoritib o'tdik. Sanoat korxonalarida mehnat gigiyenasiga kelganda shuni nazarda tutish kerakki, bu korxonalarda ishlovchi ayollar va o'smirlarning mehnatini muhofaza qilish maqsadga muvofiqdir. Bu savollar bilan siz mustaqil tarzda O'zbekiston Respublikasining Mehnat to'g'risidagi qonunlar kodeksidan foydalangan holda mustaqil o'rganishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.